Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Chet ellərdəki Uyğur təşkilatlarının və Uyğur cəmaətlərinin 12 noyabr 1933 yılı qurulğan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 89 yıllığını və 1944 yılı qurulğan Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin 78 yıllığını bütün dünya miqyasında nəhayət dağdıqlı qaldı xatırlaşı, gözətçilərinin güclük diqqətini qozğan nöqtələrinin biri boldu. Siyasi analizçilar bunu Uyğurlarning mustaqilligiga bo'lgan arzu və işəncəsinin gündən-güngə eşib beriyotqanlığını canlıq namayəndisi deb qarmaqda. Bulubmu Cumhuriyet günümüzni xatırlash faoliyatlarına yaş ösmürlərimizin qızğınlıq bilan iştirak qilishi muhaciratga Uyğur qarindoshlarimizni alohida söyündürdi. Dünya Uyğur qurultayının Qazaqstandagi rahbarlari ham vakillarining o'rinlashtirishi bilan 12 noyabr kuni Almaty shahridagi Aqyo'l restoranida jam bo'lgan Uyg'urlar İki Cumhuriyetimizin qurilishi uchun hayotini taqdim qilgan milliy rahbarlarimizdan Sabit Damullam, Ahmadjon Qosim boshchiligidagi bütün shahidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. İki Cumhuriyetimizin qurilishi jarayonida haqida ma'lumotlar berildi. Xotirlash faoliyatida so'z qilgan har qaysi Uyg'ur rayonlarining yigit boshlari, jamiyatlik tashkilotlar rahbarlari, ziyolilar o'zlarining 3-qatimliq mustaqil Cumhuriyetimizni qurib chiqishga bo'lgan ishonch va orzularini ifoda qilishdi. Almaty'da o'tkazilgan bu murosimda Dunyo Uyg'ur qurultayining Qozog'istondagi maslahatchisi, siyosatshunos Qahramon G'ojambardi hozirgi dunyo vaziyati, Uyg'urlar taqdiri, Dunyo Uyg'ur qurultayining ilib berayotgan faoliyatlar haqida tafsiliy doklad berdi. Mushu Almaty'da, Qozog'istonda va Bishkek, Qirg'izistonda bütün Şərq Türkistan Cumhuriyetini qurgan, qon to'kkanlar bo'lgan. Men shulardan o'rgandim. Men shulardan ta'lim tarbiya oldim. Ben şu anın yolda gitmem. Ben şu anın ruhunu aldı da özellikle gazip edip hesaplayayım. Milli mesele buraya çıkışka hazır yakşı muvattadı karama. Dünya Uyghur Qurultayı bizim bugünkü milli zamanıvi siyasi milli azatlık kuraşının lideri Dolkun Aysa başlı. Bana meyli köpünler var. Mayının 26-28 Mayda bir halkara milli kengaş ötkazdi. Amerika başlık hep bunun kadar komşuma Uyghur meselesiga köperek ko'ngil başlaydı. Bunun birinci signali. Birisi 6 oktyabr günü Uyghur meselesini Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insan hukuk geliştirişi koyulgandı. Akıvet 47 devletin içinde 17 oldu değil. Karamet çok topu. 19'u karşı çıktı. Onundan kurultay kulası çıkardı. La özüge faaliyet programı tayinledi. Ama karanlığa karamet bu şu Oktyabır'da Dolkun başlık kurultay vakilleri bir hafta verilmişti. Bir hafta. Kalbinin Sıdık, Lagir Şahidi, Vadi, Akkayat, Dolkun Aysa siyasatta aldın görer devletliğe. Anladı ki bir hafta Dolkun Aysa başlık hayat ya bizim Lagir Şahitlerden bizim jütbüsümüz Gülbahar Celalova, Gülbahar Fatvacı'ya bizim vatandaşımız Sayaragül Savutbay, Ömür Bekali Katarlıkla Dolkun başlayıp Norveç'e bir etişildi parlamentta. Maksat bu Germanya'nın parlamentida, Norveçya'nın parlamentida. Germanya Avrupa'nın lokomotivi. Muşlak devletlerde Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan hozirgi siyosatni irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat degan qora og'iz verish. Shunga haydaqchilik qilish, ishtirish. Mana anundan keyin nima bo'ldi? 26-yanın Oliy sudi, Verxovniy sud Dolkun Aysa'nın erzi bilen Angliya'nın Xitay'dan alıdığan mahsulatları Uygurlarını kul kılıp işlatkanın neticesi ekanligini tekşürmegenlik için şunu çekilmegenlik için kanunu icra Angliya'nın özünün kanunu icra kılmaları için Angliya evladını, İşkiler Ministrini Angliya Tavajını başkarmasını ve onun da çetişlik organlarını Dolkun Aysa sol kıladı.
12 noyabr Qırğızstan Uyg'urlarımı Qırğızstan Uyg'ur İttifaqının və Dünya Uyg'ur Qurultayının Qırğızstandakı vəkillərinin təşkilləşi bilən Beşkek şəhərində bir yerге cəm olub, 1933 və 1944 illər qurulğan iki cumhuriyetimizni xatırlaş və əziz şehitlərimizni yad etiş fəaliyyəti ötküzdü. İstiqlal marşımız bilan başlanğan Cumhuriyet gününü xatırlaş fəaliyyətiga Qırğızstan Uyg'ur İttifaqının məsulları, Qurultayının Qırğızstandakı vəkilləri, hər qaysı rayonlardakı yigit başları, xanım qızlar qrupusының məsullarından olub köp sonda kishi qatnaşdı. Noyabr günü Kanada Şarkı Türkistan Cemiyeti'nin uyuşturuşı bilen Kanada'nın Toronto, Vancouver ve Uygurlar toplaşıp oltıraqlaşkan başka rayonlarda ayrım halda Cumhuriyet günümüzünü hatırlaş faaliyetleri ötküzüldü. Faaliyet jarayonida yosh o'smirlarimiz Cumhuriyet günümüzge beg'ishlangan nasr ve she'rlarni deklamasiya qilish, istiqlol marshimizni o'rinlash qatorliq ko'p xil shakldagi nomerlar orqali ikki jumhuriyetimizni qurib chiqqan qahramon ajdodlarimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini va seg'inishini ifoda qilishdi. Yosh o'smirlarimizning bu harakati Kanadadagi ota-onalarni alohida söyündirdi. Amerika Uyg'urlarining 2022 yillik Cumhuriyet bayramını xatırlash fəaliyyətimi Amerika Uyg'ur birləşməsinin bevosita təşkilləşi bilan 12 noyabr Washington şəhərindən ancha yiroq bo'lmagan Fairfax şəhərindəki Uyg'ur mərkəzində dağdığılıq ötküzüldü. Virginia ştatidagi g'amguzar ona til maktabining o'quvchilari ko'targan ayol tuzliq ko'k bayroq va Amerika Qo'shma Shtatlarining bayrog'i shuningdek bayroq ko'targan yoshlarning uchisidagi Sharq Turkiston milliy armiyasining harbiy formasi faoliyatning husniga husn qo'shgan manzarlardan bo'lib qolgan edi. Uyg'ur ziyolilaridan doktor Anvar Mehmet faoliyatga riyosatchilik qilgan bo'lib, bu qitimqi faoliyatning maqsadi hamda ahamiyati haqida yig'in ahliga qisqa tushuncha berdi. Bu yilqi xotirlash faoliyatiga muhojiratlik Uyg'ur peshqadamlaridan G'ulomidin Paxta aka Alaytin Nyu-York shahridan yetib kelgan edi. G'ulomidin aka xotirlash faoliyatida ayrim so'z qilib, o'zining sabiy balliq aslimasi saqlanib qolgan birinchi qitimliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining ba'zi kartinlarini faoliyat ahli bilan o'rtoqlashdi. Shuningdek, mustaqillik va o'z-o'ziga xo'ja bo'lishning dunyoda tepilg'isiz ne'matlarning biri ekanligini alohida ta'kidladi. G'ulomidin Paxta akaning yillardan buyangi Uyg'ur da'vosi qo'shgan to'kpisini taqdirlash yuzasidan Amerika Uyg'ur jamiyatining xotir buyumi taqdim qilishi faoliyat zalida guldiroz olqish sadolarini qo'zg'adi. Undan boshqa yana Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida 12 noyabr kuni Cumhuriyet günümüz munosib bilan bayroq chiqarish murosimi o'tkazilib, Uyg'ur xalqining mustaqillik orzusi BDTga a'zo davlatlarga qayta ifoda qilindi. Ağır kurtulmadı seni, kurtuluştan. 12 noyabr kuni Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining uyushtirilishi bilan Janubiy Avstraliyada yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz Adelaide shahrida bir yerga jam bo'lib, Cumhuriyet kunimizni xotirladi va aziz shehidlarimizning ro'yi uchun Fatiha o'qidi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining mas'ullari va jamoat arboblarimiz xotirlash faoliyatida qilgan ta'sirli nutqlarida muhojiratda yashayotgan butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni mustaqillik ko'rishimizga aktivlik bilan ishtirok qilib, 3. mustaqil Cumhuriyetimizni qurib chiqish uchun fidokorlik ko'rsatishga dalolat qildi. Undan boshqa 12 noyabr kuni Avstraliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishida Sidneydagi Muhammad Salih ilm markazida Cumhuriyet kunimizni xotirlash va shehidlarimizni eslash faoliyati o'tkazildi. 12 noyabr kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Mitaka shahridagi mashhur ko'k yuzi bog'chisiga to'plangan Yaponiyadagi qarindoshlarimiz maydonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi namoyon qilingan rasm ko'rgazmasi echish orqali Cumhuriyet kunimizni xotirladi. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukarim Abdurahmon apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan ikki jumhuriyetimizni xotirlash faoliyati atrofdagi tomoshabinlarning kuchli qiziqishini qo'zg'adi.
12 noyabr Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining uyushtirish bilan Tayvan parlament binosining oldida Sharq Turkiston Cumhuriyet gününü xotirlash va bayroq chiqarish murosimi o'tkazildi. Murosimga qatnashib so'z qilgan Tayvan parlamenti kishilik huquq komitetining bosh kotibi O'rkash Davlat apandim Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'zi belgilab mustaqil va hur yashash, o'zining mustaqil davlatini qurib chiqish huquqining borligini ta'kidlab o'tish bilan birga xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Dünya Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan qurilgan Tayvan Sharq Turkiston jamiyati Tayvanda nihoyat aktiv va unumli faoliyatlarda bo'lib kelmoqda. 12 noyabr kuni Uyg'ur akademiyasi vaqfisi, Uyg'ur ilm va ma'rifat vaqfisi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfisi, Dünya Uyg'ur qurultayi vaqfisi, Sharq Turkiston vaqfisi va Aysa Yusuf Alptekin vaqfisi qatorliq 6 Sharq Turkiston vaqfilarining hamkorligida Anqarada jurnalist, akademik, yozuvchi va tashkilot mas'ullarining qadam tashrif qilishi bilan o'tkazilgan 1933 va 1944 yillar 12 noyabrda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlarini xotirlash yig'iniga 200 ga yaqin Sharq Turkistonlik, G'arbiy Turkistonlik va Turkiyalik sarxil kishilar qatnashdi. 12 noyabr kuni Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan Istanbulda minglagan Uyg'urlar bir zalga jam bo'lib, 1933 va 1944 yillar qurilgan ikki Cumhuriyetimizni xotirlash va aziz shahidlarimizni yod etish faoliyati o'tkazdi. Yig'in shahidlarga hurmat bildirib 1 minutlik sukut turish va istiqlol marshi o'qish bilan boshlandi. Yig'inda so'z qilgan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon oldi bilan tarixda qurilgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetlarini xotirlashning ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. U mustaqillik yo'lida hayotini fido qilgan barliq shahidlarni cho'nqur hurmat bilan eslaydiganligini bildirdi. Undan boshqa yana 12 noyabr kuni Markaziy Istanbuldagi Sharq Turkiston vaqfisida tarixda qurilgan ikki jumhuriyatni xotirlash yig'ini o'tkazildi. 12 noyabr kuni yana Istanbuldagi 5000 kishilik zalda Turkiyada faoliyat olib berayotgan bir qism tashkilotlar tarafidan ikki jumhuriyatimizni xotirlash murosimi o'tkazildi. Cumhuriyet günümüz münasebeti bilan Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishida 12 noyabr kuni Xitoyning Germaniyaning Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida namoyish va bayroq chiqarish murosimi o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston birligining raisi Asqarjon apandimning bevosita riyosatchiligida o'tkazilgan namoyish va bayroq chiqarish murosimi intayin ta'sirli manzaralarga sahna bo'ldi. Undan boshqa 12 noyabr kuni Germaniya Uyg'ur ma'rif va madaniyat birligi Myunxen shahrida Cumhuriyet günimizni xotirlash faoliyati uyushtirdi. Hürmetli ballarımız, bugün bizden ata boğalarımız 1933 yılı ve 1944 yılı kurgan iki Cumhuriyetimizdeki Cumhuriyet Bayramı günü hemenlerin bayramlarına mübarek olsun. Bizdenki 1933 yılı Kaşgar'da kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyetimiz Cumhuriyet sütüde vücutga çıkan. O vaqtlarda Cumhuriyet buluş bizninki tariximizdeki birinci en şanlıq bir zaferdi. Onundan keyin 44 yılı Olca'da Şarkı Türkiston Cumhuriyeti kuruldu. Bu iki bayramın kuruluşu elbette nurgun köreşler bilen, janglar bilen, nurgunlagan kanlıq seferler bilen kurulgan. Şunun için biz her yılı 11. ayının 12. gününü özümüzün kutluk bayram günümüz, biz Uygurların unutulmaydigan günümüz dep hatırlaymiz. Bu gün biz üçün bek muhim. Biz bu günümüzden fəxrlənimiz. Biz əcdadlarının şu vaxtıda kütəgən, şularınki ip mangan bayraqlarını, kök bayraqını biz mi inşallah bir günü vətən aslında ləpildirdik. 13 noyabr Londondagi Uyg'urlar Angliya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishida bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkiston xalqining 1933 yili va 1944 yili qurgan ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini birlikda xotirlash murosimi o'tkazdi. Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlangan murosimda so'z qilgan Angliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mayra Aysa xonim Uyg'ur xalqining navbatdagi vazifasining tarixdan saboq ilib, mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini qayta qurish yo'lida kurash qilishdan iborat ekanligini ta'kidladi. O sözde yana Uyg'urlarning tarixda qudratli davlatlar qurgan bir millat ekanligini, bundan keyin mu qayta qurishga ishonchisining komil ekanligini ifoda qildi.
13 noyabr kuni Amsterdamning asosiy sayohat markazi hisoblangan Dam maydoniga to'plangan Gollandiyalik Uyg'ur qarindoshlarimiz Istiqlol marshimizning sadosi ostida bayroq chiqarish murosimi o'tkazib, o'zlarining mustaqilligiga bo'lgan ishonch va irodasini namoyon qilishdi va yaqin tariximizda qurilgan mustaqil ikki jumhuriyatimizni xotirladi. Dam maydonini mustabid Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni namoyon qilingan rasm va lozunkalar bilan bezigan namoyishchilarimiz atrofdagi tomoshabinlarning alayda qiziqishini qo'zg'adi. Ondan boshqa yana 12 noyabr kuni Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlari ittifoqining uyushtirishi bilan Rotterdam shahrida Cumhuriyet günimizni xotirlash va shahidlarimizni yod etish faoliyati o'tkazildi. 12 noyabr Shveysariyadagi Uyg'urlarimiz Shveysariya Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida bir yerga jam bo'lib, Cumhuriyet günimizni xotirladi va ikki jumhuriyatimizni barliq keltirish yo'lida qurbon bo'lgan aziz shahidlarimizning ro'yi uchun duo tilovat qilishdi. 11 noyabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur akademiyasi va Belgiya Uyg'ur jamiyatining birlikda uyushtirish bilan Bryussel shahrida Cumhuriyet günimizni xotirlash murosimi o'tkazgan edi. Ondan boshqa Fransiya, Avstriya qatorliq Yevropaning boshqa ellarida Cumhuriyet günimizni xotirlash faoliyatlari uyushtirildi. Deniz deryalar işin, dağ davanlar bizi, ana yurtum makanim, diyarımga barğun baminim. Şimdi benim tükülgen, ata buvam kümülgen, qad kütürüp tik turgan Tangri tağni körgün baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qiz yigit xurlangan, ayak pasti qilingan, ezilgan shu xalqimning qo'llarini suygin baminim. Feryadim osmon felak to'kilgachga qon selda, ejderhanın ağzıdır, vatanımni algın baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Vətənimə ey Allah, bolğay sən özün panah. Mənmo hürlük ilkidə qaqaqlab bir külgün bah. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay. Ay yulduz bayrog'in ko'k yuzida ko'rgin baminin. Qo'zg'alg'in Uyg'ur emas, Vatan qo'ldan hargiz ketmagay.
Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.